Yaxshi kelibsiz. Bugun bizda 300 ming obunachisi bor kanalimiz sotuvga kelgan. Xo'p, kanalda hozir men sizlarga statistikasini ko'rsataman. Uzun videoga nisbatan eng ko'pi 150 ming ko'rilgan. Xo'p, shorts videoga nisbatan qaraydigan bo'lsak, 8 million, 6 million, 3 million, 3 million mana shunday holatda million prosmotrlar bo'lgan. Xo'p, prosmotrlar yaxshi. Statistikasini ko'rsatadigan bo'lsam, statistikasi video qo'yishni boshlabdilar, yana ko'tarilyapti. Shorts kanal shunaqa do'stlar, video qo'ysanglar ko'tariladi, video qo'ymasanglar mana shunday yuraveradi. YouTube kanali shunaqa aktiv bo'lsagina prosmotr bo'ladi, aktiv bo'lmasa prosmotr bo'lishi qiyin. Oxirgi 90 kunga nisbatan 10 million prosmotr bo'lgan, 365 kunga nisbatan esa 38 million prosmotr bo'lgan. Xo'p, все времяga nisbatan qarasak, hozirgacha qaraydigan bo'lsak 164 million prosmotr hamda 300 ming odam qo'shilgan. Kanal normalniy, xullas, auditoriyasini ko'rsatib o'taman. Auditoriyasini qaraydigan bo'lsak, auditoriyamiz qanaqa ekan? Auditoriyamiz asosan O'zbekiston, Rossiya, Qozog'iston ekan. Oxirgi 28 kun. Xo'p, boshdan beri qilib ko'raylik. Boshdan beri ham shu asosan O'zbekiston ko'radi. Xo'p, kanal statistikalari yaxshi. Monetizatsiya bo'limini ko'rsatib o'taman. Monetizatsiya menimcha vaqti ariza berilmagan. Mana monetizatsiyaga ariza bersalar bo'ladi. Lekin katta ehtimol bilan yonmaydi, chunki videolar o'zlariniki emas. Buni olgan odam staji bor odam bo'lsa, videolarni sal o'zinikini qo'yib, to'g'irlab, cho'tki qilib ko'tarib olsa bo'ladi. Asosiysi 300 mingta odam soniga sotilyapti bu narsa. Kanal toza, jalba palba ishtimi yo'q. Ya'ni bitta ogohlantiruv bor, u ijtimoiy hal qilmaydi. Jami ogohlantiruvlar soni 4 ta bo'lsa, keyin ta'sir qiladi, bilasizlar. Birinchisi ogohlantiruv. Men kanalimda ham bor bu narsa. Xo'p, mana kanalimiz sotuvda do'stlar, 300 ming obunachisi bor. AdSense yo'q, chunki AdSense ariza ham berilmagan. Xo'p, kanal narxiga keladigan bo'lsak, kanal narxi $1100 deyapmiz. Ya'ni konkret oladigan odam bo'lsa, narxi kelishiladi. Konkret oladiganlar Telegramda yozamiz. 99lik 791 32 32. Telegramdan shuni video obzorda linkini tashlasanglar, menga qolganini gaplashaveramiz do'stlar. Faqat SMS do'stlar, telefon qilmanglar, oddiy SMS yoki Telegram. Salomat bo'linglar.